demang. Hamma ayol, bitta siz erkak. Qo'lingizni bunday qilib qashshoqman, bechoraman demang. Qo'lingizni mana shunday qilib ko'taring. Siz burgutsiz, ko'taring. Ko'taring qo'llaringizni. Qaltiraysiz. Bitta nafasda hamma shamni o'chirib bering. Bo'ldi, o'chira olmadingiz. Umr tarjimaniya qiling. Bar deng. 1, 2, 3. Yana bir marta takrorlayman. Atrofingizda turgan lapani ushlagan ham, sizga to'g'ridan to'g'ri gapirgan ham biz ayolmiz. Bizda yo'q, sizdagi narsa yo'q, bizda yo'q shu narsa onasidan berilmagan bizga shu narsa. Lekin sizdan ham zo'rroq turib beryapmiz. Bizni ko'rgan ayol demaydi, erkak ayol bu deydi. Siz erkaklik qila olmasangiz, biz erkaklik qilamiz-da keyin. Mana bunaqa qilishdan ko'ra. Lekin yo'q bizda shu narsa yo'q. Bu. 5 yoshli bolaman mushta zo'r. Ovozingiz baland chiqish kerak, qo'lingizni sekinroq uring. Mana bu erga tegish kerak hali. Mayib qilib qo'yasiz keyin qo'lini. Kuchani pishib harakat qilishingiz kerak. Shunda har yil xotiningiz bola tug'ib bera oladi, golni ham ura olasiz. Pishib harakat qilmangda, chumo-cho'r bo'lib tursangiz, gol ham ura olmaysiz. O'zingizga gol urib yuraverasiz, o'zingiz varatangizga. Voy adashib ketdim deb. Yoshingiz nechida? Yoshim 21da. Shunday. Sen zo'r bo'ri bo'lishing kerak. Krisa kalamush bilan qilmasdan.